azizlarni bugungi bayram bilan yurtimizda davom etayotgan Navro'z ayyomi bilan yana bir bor chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Barchangizga mustahkam sog'lik, xonadonlaringizga fayz va baraka, serqirra va mas'uliyatli faoliyatlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Tuman rahbarlari hammani e'tirof etib o'tdi, hammaga mana shuncha sovg'alar berdi. Mana shu bizga bo'layotgan e'tibordan, shu butun respublikamizda rahbardan tortib mana shu tuman rahbarlarigacha hammaga minnatdorchilik bildiramiz, hammalaringiz nomidan. Rais bu deb g'iybat gaplar o'qimang. Suldan kelsa malol bo'sh yerni o'qimang. U bechora tunda ham uxlamasdan yurar, tek qo'shdan chiqib moliga qo'shilgan jonivordek. Topgan kunlar yetib keladi. Balki unga otilgan toshga ismi o'yiladi, o'z turgan ko'chaga haykali tikib qo'yiladi. Hozir ranjitmasdan izozlab yuring. Vaqtning o'tganini bilmay qolasiz. Otangiz qarani hurmatini qiling, keyin izlar ko'zga yosh ham olasiz. Men simay arazlab ketasiz ba'zan. Nima qilsangiz ham bolam yaxshi der. Sizdan e'zoz ko'rmay ketib qolsagar, afsuslanib deymiz joyi qaroyi. Xomsut emgan banda deydilar bizni, vaqtida shuni parvo qilmaymiz. Keyin mozorimni quchoqlab yum-yum, ko'z yosh to'kmoqni nechun bilmaymiz. Bir kun qular mehr chag'in, do'stman bilan ochiq chag'in, kulsa yiqilganimda tutgan holing bo'lay. Kastegmasin bo'yinga deb